hech qachon erkagingizni boshqa erkaklar bilan solishtirmang. Sizga berilgan erkak, sizni hayotingizda mana shu peshonangizga yozilgan erkak aynan shu bo'lishi kerak ekan. Va unda plus qidirishni boshlang. Unutmang, qachonki siz erkakda faqat minus izlasangiz, faqat kamchilik izlasangiz, u hech qachon ko'zingizda o'smaydi. Ko'zingizda katta bo'lmaydi, qudratli, qanaqadir ko'p narsani qo'lidan keladigan inson bo'lmaydi. Chunki siz o'zingiz uni qadrsizlantirib qo'ydingiz. O'zingiz ko'zingizda u tushib mayda kichkina bo'lib qoldi u erkak. Chunki buni o'zingiz qildingiz va unutmang, sizning eringizga munosabatingiz, siz eringizni qanday ko'rayotganingiz yoki qanchalik katta, qanchalik qudratli, qanchalik qo'lidan ko'p narsa keladigan yoki qanchalik jalki, bechorashka sifatida ko'rsangizga, bilingki siz bolalaringizga ham xuddi shu modelni o'rgatyapsiz. Ya'ni erkak qo'lidan hech narsa kelmaydi, erkaklarga ishonsa bo'lmaydi, erkakka hech qachon qarab qolma, o'zing harakatdan to'xtama degan narsani modelni berib qo'yasiz. Shuning uchun yo'q, adasi birgaligida qilamiz. Birga qo'limizdan ko'p narsa keladi. Davayt birga harakat qilamiz degan harakatni hech qachon so'ndirmang.